sababli. Yo'q. Elitra va qurollarim doim sinib turadi va shu sababli o'zimga XP ferma qurishim kerak. Menga zudlik XP ferma kerak. Shuning uchun shunchaki bittasini qurishimga men ishni oson XP fermalardan boshlayman. Keyin o'rta darajadagi XP fermalar va keyinroq scout va boshqa XP fermalarni quraman va eng aql bovar qilmas XP fermani quraman. Siz hech qachon bunday ferma ko'rmagansiz. Ko'rmagansiz, albatta. Men quradigan birinchi XP ferma bu oddiy mod spammeri. Eng zo'r emas, lekin baribir ham ishlaydi. Biroz bo'lsa ham ushbu fermada 1 soat davomida AFK turgandan so'ng taxminan 42 darajaga ega bo'ldim. Mening maqsadim esa ushbu videoning oxiriga qadar 1000-darajaga erishish bo'ladi. Lekin ishoning, keyingilari ancha yaxshi bo'ladi. Ro'yxatdagi keyingi narsa avtomatik baliq XP fermasi. Ehtimol siz bular mavjudligini ham bilmagandirsiz. Lekin bu juda ham ajoyib. Ana katta chuqur qaziymiz. Bum, juda silliq o'tish bo'ldi, to'g'rimi? Biroz materiallarni olamiz. Bu chuqurlikda men tushunmaydigan redstone mexanizmlarini quramiz. Rostdan ham men tushunmayman. Mana shu yerda esa men qarmog'im bilan baliq ovlayman. Hozircha necha ko'rinishi mumkin, lekin keyinroq tushunib olasiz. Lyuk va tablichka. Bu yerda esa men akvarium quraman, ichida esa suv to'lib turadi. Qani to'ldiramiz va eng oxirgi qiladigan narsamiz ikkita qayiqni mana shunday tekis qo'yishimiz kerak. Bo'lmasam bizning fermamiz umuman ishlamaydi. Umid qilamanki ishlaydi. Yig'ish tizimini ikki tomondan qilamiz va uni tekshirib ko'ramiz. Va o'zimni eng kuchli qarmog'imni olaman hamma sehrlari bilan. Men uni 2 soat qildim va shuni eng burchagiga kelib baliq ovlashni boshlasam hammasi avtomatik bo'lishi kerak. Ishlayapti. Ishladi. Menda endi shu narsa bor. Albatta men bu fermani XP uchun qildim. Mana bunday narsa uchun emas. Biroz AFK bo'ldim va qaytganimda 71-daraja ekanman. Men bundan ko'prog'ini olishim mumkin edi, lekin jarayon davomida biroz ketishimga to'g'ri kelib qoldi albatta. Shunday ham bo'laveradi, chunki menda mana shuncha ko'p narsalar bor. Juda zo'r. Kimgadir charm etiklar kerakmi? Menda juda ham ko'p mana. Bilasizmi, bu bo'lishi mumkin, lekin uni qurishga arziydi. Men yengil qulash 4-darajali kitobini oldim. Oddiy spawner va avtomatik baliq XP fermasini qurgandan so'ng menimcha o'yinimizni yanada yaxshiroq darajaga ko'tarish vaqti keldi. Endi esa Blaze'lar fermasini qurish vaqti keldi. Agar bilmasangiz, Blaze'lar oddiy moblarga qaraganda 2 barobar ko'proq XP berishadi. Shuning uchun bu dahshatli bo'ladi, birodarlar. Buni qurish uchun bizga bir nechta bloklar, pechkalar, varonkalar, silliq toshlar, lava va shisha kerak bo'ladi. Menda oyna yo'q albatta. Men do'stim Smagning uyi yonidagi barcha qumlarni qazib oldim. Menimcha u xafa bo'lmaydi degan umiddaman. Pastga ko'plab yoritgichlarni qo'yaman. Shunda Blaze'lar boshqa paydo bo'la olmaydi. Ular biroz g'ashga tegadi. Biz butun hududni tozalaymiz va tepada Blaze'lar turadi. Sen o'sha joyga keta olasanmi? Blaze'lar uchib ketmasligi uchun mana shu atrofni polni o'rab chiqishimizga to'g'ri keladi. Bam! Bir-birini o'ldirish kamerasi ko'tarib yuboradi. Ular tushadigan chuqur qaziymiz va o'ljalarni sandiqlarga yig'adigan bir nechta varonkalarni o'tkazamiz. Ularning ustiga yarim bloklar, yon atrofga esa lianalarni qo'yamiz, chunki ular bir-birini itarib olmasligi uchun. Shunda biz yanada ko'proq XP olamiz. Endi chiroqlarni olamiz va ferma endi ishlashi kerak albatta. Men bunga albatta umid qilaman. Jinursin hozirdan shuncha ko'p. Endi esa 1 soat davomida AFK turish vaqti keldi. Jinursin va qancha XP olishimizni ko'ramiz. Shunday qilib men Blaze fermasida AFK turib tonnalab XP oldim. Shuningdek, yer yong'oqli murabbo sendvichini yedim, chunki qornim och edi albatta. 1 soatdan sal ko'proq AFK turgandan so'ng men 152 darajani qo'lga kiritdim. Menga e'tibor bermang, shunchaki yuzingizni yuribman. Bu aslida juda ajoyib. Ayniqsa har safar darajam ko'tarilganda menga yanada ko'proq XP kerak bo'lishini hisobga olmasak. Lekin agar siz bu XP fermani keyingi quradigan fermamiz oldida bu hech narsa emas. Bunda esa o'rta darajadagi XP fermaga o'tish vaqti keldi. O'rta darajadagi XP ferma. Birinchisi bosqin XP fermasi bo'ladi. Biz uni postdan kamida 150 blok narida qurishimiz kerak. Bu yetarli bo'lishi kerak. Shuncha masofa yetarli, to'g'rimi? Men uni ko'rmayapman, demak katta chuqur qaziymiz. Bam! Yon tomonlariga lyuklarni o'rnatamiz. Shunda qishloq aholisi yugurib chuqurga tushib ketadi.
Mana shunday. Burchaklarga esa suvni qo'yamiz. Razalitellarni o'ldirish uchun men o'rtaga panjara darvozalarni qo'yaman va uni lava bilan to'ldiraman. Va bizga kerakli bo'lgan moblar o'ldirish kamerasiga tushadi. Nima? Oy, yo'q. To'xta. Jinnursin. Nima? Yo'q, umuman tushunmayapman. Tushundim. Menimcha men daraxtlarni ishlatishim kerak. Ular yonmaydi, to'g'rimi? Qani yo'qol-chi bu yerdan. Nima? Mana endi ular yonmasligi kerak. Men ahmoq emasman. Men o'rnimga albatta mushugim o'ynagan edi. Xo'sh, endi esa o'ldirish kamerasiga qazib borishimiz kerak. Bu ferma albatta bizga tonnalab XP beradi va shuningdek tonnalab totemlar ham. Menimcha biroz chuqurroq qazib yubordim. Biroz mayli. Biroz joy ochamiz. Oy, yo'q. Xudoyim, meni qo'rqitib yubording, birodar. Hozircha yopib turaman. Bu yerga bir qancha sandiqlar va baronkalarni joylashtiraman va o'ldirish kamerasini quraman. Menimcha men biroz oshirib yubordim, lekin baribir yaxshi ko'rinyapti-yu, to'g'rimi? Va yakuni bu fermani tugatish uchun yakuniy qadam bu qishloq aholisini ushbu shishaga joylashtirish bo'ladi. Bu umuman qiyin emas, to'g'rimi? Yo'q. Qani orqamdan tepaga chiq. Ha, orqamdan yo'q. Nega ketyapsan, ey? Nima xohlaysan? O'tirsangchi mana bu yerga Jinnursin. Tez teshikka tush, tezroq. Va nihoyat, bu ahmoq qishloqni bu yerga olib chiqish uchun umrimning 2 soat ketdi. Jinni qishloqi. Xo'sh, uyingga xush kelibsan, yoqayaptimi senga? Afsuski, sen bu yerda abadiy qolasan. Endi ferma to'liq bitgandan so'ng kelin ishlaydimi, yo'qmi ko'ramiz. Bayroqli yigit qani? Qani buni kiyib olchi, tepadagilarga aytmaymiz albatta. Kiysangchi. To'xtachi. Menga 10 mingta o'q uzilgandan so'ng yomon alomatni oldim. Okey, mana bu joyga tushamiz va tepani yopishni unutmaymiz. Shuni xohlagandim. Endi esa shunchaki kutamiz. Endi esa shunchaki turamiz, pakarni bosamiz va hammasi bo'ladi. Men hozir tushunmadim. Darajaga ega bo'la olmadim. Men esa ko'p AFK bo'la olmayman, chunki Yo'q. Lekin fermalar biroz xavfli bo'lishi ham mumkin. Lekin nafaqat o'sha qisqa vaqt ichida ko'plab XP oldim, balki 20 ta totemni ham qo'lga kiritdim. Bu juda yaxshi, to'g'rimi? Shuningdek, mana bu bayroqlarga qarang. Umuman olganda men bu fermaga 6 baho beraman. Ha, juda ko'p XP beradi, lekin vexlardan o'lib ketish juda ham oson. Shu joyda videorolikni to'xtatishga fermaga 6 baho beraman. Ha, juda ko'p XP beradi, lekin